ba'zan ariqda bo'lsin, vodoprovod orqali bo'lsin, sharqirab oqib turgan suvga ko'zim tushib qolsa yoki fontan, favvoradan oqayotgan suvni ko'rib qolsam, beixtiyor qanday kayfiyatda bo'lishimdan qat'iy nazar bolaligim yodimga tushib ketadi. Chunki men tug'ilib o'sgan qishloqda odamlar hali qora uyda yashashardi. Bu 50-yillarga to'g'ri keladi. Va mana shu qora uylarning bir chetida Sherobod ko'zalari bo'lardi. Odamlar shuni suvga to'ldirib qo'yib, og'zini yopib qo'yib, ehtiyojga ishlatishardi. Chunki suvni uzoqdan xo'rjilik ko'ziga ikkita ko'za yana oldida bitta ko'za, uch ko'zadan olib kelardi. Boshqa olib kelish iloji ham yo'q edi. Suv nihoyatda tanqis edi. Mana yillar o'tdi. Hali hamon o'sha qishloqqa men borib turaman. O'sha yerda qadrdonlarim bor, tanish-bilishlarim bor, urug'larim bor va ko'ryapmanki, butunlay nafaqat qishloqning qiyofasi, balki sug'orish yo'llari ham, sug'orish aytaylik tizimining takomillashuvi ham mutlaq darajada o'zgarib ketdi. Hozir o'sha men tug'ilib o'sgan qishloqda xo'jayi pokdan suv keltirilib, hovlilarga vodoprovod qo'yilib yoki 4-5 xonadonga bitta qilib berib, shaharlar suv oqadi. Bu hammasi shaharni-ku endi aytishga hojati yo'qdir, chunki men bu shaharda hali 4 qavatli bir xil rangdagi qip-qizil uylar, afg'on shamollari quturadigan bir davrlarda yoshligimda kelib shu yerda ishlab qolganman va o'z ko'zim bilan ko'rganmanki, suv bo'lmas edi. Mana shu yerda asosiy maydonimizdan o'tadigan bitta bir sementlangan ariq bo'lardi. Shu ham doim suvsiz va yarim suvli yoki bo'lmasa kirchir bo'lib yotardi. Shahardagi sharoit bu. Ammo qishloqdagi sharoitning o'zida bugun o'nlab kanallar ochildi. Ariqlar, betonlangan ariqlar, suv odamlar bor. Hech kim hech qachon toza ichimlik suvga muhtojlik sezayotgani yo'q. Men o'ylaymanki, shu ham mustaqilligimizni sharofatini yoki hayotni o'zi ilgarilab borayotganini tufaylimi, ne bo'lganda ham odamlarga toza ichimlik suvlari yetkazib berish bizning viloyatimizda o'ylaymanki, tumanlarimizda ham shunday yaxshi qo'yilgan.